konditsioner tozalashni kim bilmaydi? Men tekin o'rgataman. Assalomu alaykum azizlar. Belaki uzoqdan ona jondiraman. Qara, konditsioner tozalashni kim bilmaydi? Men tekin o'rgataman. Ustanaga xarajat qilib, soqqani berib yurish shart emas. Tekin o'rgataman, kuzatib tursangiz bo'ldi. Joqsa like bosasiz, joqmasa komment yozasiz. Bu videodan keyin borki konditsioner ustalar men qorg'ab jurmanglar, bilaman. Joqlarni jondiraman shunday. Sizlarga qotlar o'ynab ketaman, bilaman. Bo'lsa xalqqa bo'lsa, mana shunday qilamiz. Mana musor chiqishi. Musor chiqyapti, mashinangdagi joylik tozalab keladi. Filtr qilish shart emas. Musorni ko'ryapsizmi? Bo'lmaganda bir oyda bir marta xuddi shunday qilish kerak. Muzlatmayapti, yaxshi muzlatmayapti, demak xuddi shunday qilsangiz mana musor. Qonni keladi musor. Ichidan tozalab keladi. Ha, endi musor chiqmay qoldi. Bir haftadan keyin yana xuddi shunday qilib ko'ramiz. Joqqan bo'lsa video like bosing, joqmagan bo'lsa komment yozing. Bilaman. Konditsioner ishlab turibdi. Endi yaxta havo haydaydi. Mana shu yerda Ishtixon tumanidagi Alidora Cityda, Chimqo'rg'on mahalla Alidora Cityda hamma yangiliklar bizlarda. Kelaversa hamma narsa bor. Yana 100 ming yutib olish xohlaysizmi? Videolarni kuzatib turing, men aytaman. Yutib olasiz.